80% bel umurtqasi grejasi bo'lgan insonlarda tizza bo'g'im yemirilishi, artroz ham bo'ladi. Birinchi navbatda bel grejasi L3, L4 va L4, L5 sohalarida bo'ladigan bo'lsa, bu u sohalardan chiqadigan nervlarni siqadi va tizza sohasi va son muskullarni zaiflashishiga olib keladi. Bu esa tizzaga yuklamani oshiradi. Natijada artroz rivojlanishi mumkin. Ikkinchi navbatda greja bo'lgan inson og'riq tufayli yurish tarzini o'zgartiradi. Bunda bir oyoqqa ko'proq tayanadi yoki engashib yurishi ham mumkin. Natijada yuklama tizza bo'g'imiga ko'proq tushadi va artroz rivojlanish xavfi yana ham ortadi. Uchinchidan, ba'zi holatlarda tizzadagi og'riq umuman tizza muammosi emas, balki bel atrofidan chiqadigan nervlarning siqilishi natijasida tizzaga og'riq berishi mumkin. Ba'zi shifokorlar chuqur yondashmasdan tizza artrozi tashxisini qo'yishadi va davolay boshlaydi. Lekin foyda bo'lmaydi. Bunda asosiy sabab bel umurtqasi grejasi qolib ketadi. Agar sizda bel va tizza og'rig'i birgalikda keladigan bo'lsa, men Bahodir Ilhomovich ko'p yillardan beri shunday kasalliklar bilan kasallanib kelayotgan bemorlarga yordam berib kelmoqdaman. Agar sizda shunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, shu raqamlar orqali biz bilan bog'laning yoki kommentariyada tizza so'zini yozib qoldiring.